Islom Maqachev JZMni 5 raund davomida to'liq dominatsiya qilib, yarim o'rta vazn chempioniga aylandi. Ochig'ini aytganda, bu deyarli Hamza Chimayev darajasidagi performans bo'ldi. JZM bu jang davomida deyarli hech narsa taklif qila olmadi. Menimcha endi Islom Maqachevni ushbu sport tarixidagi eng buyuk jangchi ekanligi haqida gapirish vaqti keldi. Lekin avval jangni tahlil qilib ko'raylik. Siz sezmagan ba'zi bir narsalar haqida ma'lumot topdim va siz albatta hayron qolasiz. BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top kliplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshatm deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Gong chalingan paytda JZM jiblar bilan masofani ushlashga harakat qildi va bu Islom Maqachevga juda ham qo'l keldi. Sababi bitta faktor, low kicklar. Islom Maqachev jang boshidanoq JZMni dahshatli low kicklar bilan savolab tashladi va oyog'ini chopib qo'ydi. Oyog'i jiddiy jarohatlandi. Buning uchun bor yo'g'i 8 ta zarba kerak bo'ldi, xolos. 170 funtda Islomning kuchi ancha oshganga o'xshaydi. Kardio muammo bo'lmadi, chunki u butun vaqt davomida ustun pozitsiyada, dominatsiyada tepada bo'ldi. Jang boshida Maqachev single leg orqali takedown qildi va tepada qoldi. JZM bunga qarshi hech narsa qila olmadi. Belal Muhammad bilan jangda u takedownlardan osonroq himoyalangan va parterdan osonroq tura olgandi. Lekin Maqachev haqiqiy darajani ko'rsatib qo'ydi. U parterda Belalga umuman o'xshamasligini isbotladi. Islomda nazorat juda ham kuchli. JZMda oyoqqa turish uchun deyarli imkoniyat bo'lmadi. Raundlar davomida qisqa stoyka janglari bo'ldi va ochig'i zarbalar borasida ham Maqachev ustun keldi degan bo'lardim. U ko'proq zarar yetkazdi. JZM bosh qismiga ko'proq zarba bergan bo'lishi mumkin. Aniq statistika esimda yo'q, lekin low kicklar hisobiga Islom aniq ko'proq zarar yetkazdi. Parterdagi to'liq dominatsiya va low kicklar JZMni biz oldin hech qachon ko'rmagan darajada holdan toydirib qo'ydi. Bu hayratlanarli edi, chunki Belalga qarshi ko'rgan o'sha kardioyimiz umuman yo'q edi. Xuddi Hamzat va DDP jangidagi u pastda qolib ketdi, ezib tashlandi. Bu esa energiyani so'rib oldi. Birinchi raunddanoq JZM Maqachev tomonidan bo'g'ib tashlandi. Bilasizlarmi, 170 ga o'tishda asosiy savol Maqachev tezroq charchab qoladimi edi. Men ham shunday o'ylagandim, chunki JZM takedownlardan himoyalanib, ko'proq qarshilik qiladi deb kutgandim. Ammo ustunlik shu darajada ediki, Islomga ko'p energiya sarflashga to'g'ri kelmadi. Savol tug'iladi. Islom Maqachev uchun navbatdagi raqib kim va uni kim yenga oladi? Yarim o'rta vaznga qarasak, deyarli hech kim yo'qdek. Faqat Belal Muhammad, Yangari qolmoqda. Menimcha Yangari Belalni yutadi. Agar u Islom bilan jang qilsa, to'g'risini aytsam, Gari Maqachevga eng qiyin sinovni taqdim etadi deb o'ylayman. Shavkat haqida ham gaplar bor, lekin uzoq vaqt jang qilmagani uchun titulga chiqmasligi mumkin. Menimcha Shavkat ham parterda dominatsiyaga uchragan bo'lardi. Va nihoyat, yana bir yakuniy jang bor. Hammamiz uni bilamiz, bu Ila Tapuri va Islom Maqachev. To'g'risini aytsam, agar Tapuri 170 ga chiqsa, men uni Maqachevga qarshi tanlay olmayman. Iloji yo'q umuman. Maqachev bu vaznda ajoyib ko'rinmoqda. Tapuri uchun bu vazn juda ham kattalik qiladi. 155 da esa agar yengil vaznda bo'lsa, bu jangdan keyin men baribir ham Islomga ko'proq ishonch bildirgan bo'lardim. Lekin u butunlay boshqacha jang qiladi. U yerda imkoniyatlar 50-50. Menimcha tashkil qilinishi kerak bo'lgan jang aynan shu. Bu yilning eng ta'sirli jangi bo'ldi desam adashmayman. Menimcha Islom Maqachev tarixdagi eng buyuk jangchi. God, ya'ni echki. Bilasiz, kelajakda narsalar o'zgarishi mumkin. Lekin hozirgi paytda Islom Maqachev Jon Jonsdan ham, Jorj St-Pierredan ham o'tib ketdi deb hisoblayman. Habib haqida gapirmaymiz, kommentlar to'lib ketadi. Va bu bahsda yaqqol ustunlik bor. Bu jang haqida siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bilaman, aynan bizning kanalimizdan videoni kutgansiz. Chunki har yerda ham janglarni mazza qilib dahshat armiyasi bilan muhokama qilsa bo'lmaydi. Shuning uchun bemalol bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar va pastda suhbatlashamiz. Endi keyingilar qo'shimchasiga Maqachevni ushbu vazndagi barcha batinsal raqiblari Shavkatdan tortib Yangarigagacha tahlil qilamiz. Ya'ni kimga qarshi qanday imkoniyatlar bor. Shavkat Rahmonov. Birinchi navbatda eng ko'p gapirilayotgan raqib Shavkat Rahmonov. Nomad mag'lubiyatsiz va diviziondagi eng yirik yigitlardan biri. Uni jag'i temirdan, lekin keling haqiqatga tik qaraymiz. Menimcha Islom Maqachev uni yeb qo'yadi. Nega? Chunki Shavkatning kurashi Islom darajasida emas. Biz ko'rgandikki, Yangari bilan jangda ham Shavkat parterda qiynaldi. Islom esa butunlay boshqa daraja. Mening fikrim, bu jang xuddi JZM jangiga o'tadi. Islom uni parterga olib o'tadi va submission bilan mag'lub qiladi. Yoki 5 raund davomida nazorat qilib, ochkolar hisobida g'alaba qozonadi. Shavkat Islomga qarshi stoykada turib bera olmaydi. Keyingi navbatda sobiq qirol Kamaru Usman. U yaqinda Joaquin Buckleyni mag'lub qilib qaytdi. Lekin tan olish kerak, Usman avvalgidek emas.
Agar bu jang bo'lsa, qiziq tomoni shundayki, bu kurash jangi bo'lmaydi. Bu kickboksing jangi bo'ladi. Usman hech qachon kurashga kirishmaydi. Islom esa uni oyog'ini low-kicklar bilan sindirib tashlaydi. Shundoq ham uni tizzasida muammolar bor. Bundan tashqari ularning menejeri bitta. Shu sababdan menimcha ular Usmonga yaxshi iste'fo va yaxshi pensiya pulini taqdim etishmoqchi. JDM bilan jangida ko'rgandikki, Islomning stoykasi va zarbalari ancha kuchaygan. Mani fikrim, Islom Makhachev Kamar Usmonni aynan stoykada masofadan turib mag'lub qiladi va ochkolar hisobida ishonchli g'alabani oladi. Ian Gari. Endi esa eng qiziq va ehtimol eng qiyin raqibga o'tamiz. Ian Gari. Shunday kunga ishonmaydi, lekin stilistik jihatdan Ian Gari Islom uchun eng noqulay raqib. Uni bo'yi uzun, masofani juda ham zo'r ishlaydi va eng muhimi, uni judo va grapplingga kundan-kunga kuchayib bormoqda. U Bilal Muhammadni yutishi ehtimoli yuqori va agar Islomga chiqsa, bu haqiqiy urush bo'ladi. Mani fikrim, imkoniyatlar 60-40 Islom foydasiga. Ian Gari Islomni stoykada qiynashi mumkin, lekin Islom baribir o'z tajribasi evaziga g'alabani ilib ketadi deb o'ylayman. Lekin bu Islom uchun 77 kilogramdagi qiyin janglardan biri bo'ladi. Yangi avlod, yangi qon. Carlos Prats va Michael Morales. Divizionda yangi yirtqichlar ham paydo bo'ldi. Masalan, Carlos Prats u yaqindagina Leon Edwardsni dahshatli nokautga uchratdi va Michael Morales Sean Brady'ni finish qildi. Bu yigitlar stoykada dahshat, lekin kurashda-chi. Carlos Pratsni Islom birinchi yoki ikkinchi raundda bo'g'ib qo'yadi. Michael Morales esa jismonan juda ham baquvvat, balki diviziondagi eng kuchli atletdir. Lekin uning texnikasi Islomga qarshi yetarli emas. Islom bu yosh yulduzlarni tajriba va kurash maktabi evaziga yeb qo'yadi va ularni qo'ldan ushlab sambo maktabi bo'yicha aylantirib keladi. Menimcha yosh jangchilarga yetarlicha soniyalar ajratdik. Ular xavf bo'lishmasa kerak, chunki baribir ham Islom bu Islom. Va nihoyat Bilal Muhammad. Do'stlar, keling his qilamiz. Islom Bilaldan kuchliroq, kattaroq va texnikasi ustunroq. Men Bilal bu jangda g'alaba qozonishiga umuman ishonmayman. Islom uni xuddi JDM kabi dominant tarzda mag'lub qiladi. Xulosa qilib aytganda, Islom Makhachev 77 kilogramm vaznga o'tib, bu yerdagi hamma monsterlarni yutishga qodir. U Shavkatni ham, Usmonni ham, Garini ham bemalol yuta oladi. Hozircha uni to'xtatadigan odam ko'rinmayapti. Dahshat armiya, siz nima deb o'ylaysiz? Islomni kim to'xtata oladi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like